Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Menda hech qanaqa YouTube haqida kurs yo'q, lekin sizlar uchun men yangi qaynoqqina ma'lumotlarni topib qo'ydim. Ya'ni hali bu ma'lumotlar YouTube'dan qidirmam topa olmaysiz, chunki bu haqida hech kim video qilgani yo'q. Demak, yangiliklarga o'tadigan bo'lsak, biz endi AdSense'dan pul yechish maqsadida bank ma'lumotlarini, ya'ni Swift raqam, hisob raqam shularni bankka borib o'zimizga ochtirar edik. Ana endi bundan bag'riga xudo xohlasa, men hozir video davomida ko'rsataman qanaqa qilib olishni. Bankka borib siz navbat olib yoki qanaqadir tanish bilish qilib, shu Swift raqamni ulardan borib olib yotmaysiz. Ya'ni shu telefon orqali o'zingizni identifikatsiyadan o'tib, o'sha ma'lumotlarni bemalol olsalaring bo'ladi. Buni video davomida ko'rsatib o'taman. Xullas shu hamkor bankka rahmat aytamiz, ya'ni uzog'imizni yaqin qildi. Bu video o'sha ma'lumotlar o'zgarib ketishi mumkin. Misol uchun hozir iyul oyida buni video qilyapman. Balki bu Swift raqam olish imkoniyati yo'q bo'lib qolishi mumkin yoki doim bu xizmatni boshqa banklar ham ko'rib turib, o'sha ilovasiga balki joylashi mumkin. Yana boshqa bank, misol uchun IPay yo'li yaxshi banklardan, undan tashqari boshqa banklar bor. Shulardan ham iltimos qilib qolamiz shu ma'lumotlarni, ya'ni bizga kerakli bo'ladigan ijtimoiy tarmoq uchun Swift raqamlarni, ma'lumotlarni olishdi shu ilovani ichiga kirgizib qo'yishlarini iltimos qilib qolamiz. Biz osongina shu Swift raqamni olsak, bemalol qolgan ishlarni AdSense ichida bajarishimiz mumkin. Buni video davomida ko'rsataman. Undan tashqari sizlardan iltimos qilib qolaman. Meni quvontiradigan qanaqadir so'z yoki bir fikr yozib ketinglar videoni ostiga. Undan tashqari kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib, kanalda qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Yana sizlardan iltimos qilib qolaman. Har bir videolarimdan to'g'ri, yaxshi maqsadlarda foydalaninglar. Ya'ni qimorga, fahshga yoki qanaqadir islomga zid bo'lgan yo'nalishlarga meni videolarimdan foydalanmanglar. Sizlarni oldindan ogohlantiryapman. Keyingi holatlaringda, keyingi qadamlaringda kech bo'ladi. Ya'ni bu dunyodan o'tganimizdan keyin. Men oldindan ogohlantirib qo'yapman. Men videolarimdan faqat shu to'g'ri maqsadda, yaxshi maqsadlarda foydalanishlaringga ruxsat beraman. Sizlarda qanaqadir AdSense bo'yicha muammo tug'ilayotgan bo'lsa, ya'ni AdSense ochishda yoki AdSense kanaldan uzilib qolgan bo'lsa yoki qanaqadir yana shu o'zlaring bilmagan holda qoidalar buzib qo'ygan bo'lsalaring, menga murojaat qilinglar. Men albatta xizmat olgan holda sizlarga yordam beraman. AdSense bo'yicha yoki boshqa YouTube sohasi bo'yicha sizlarga yordam beraman. Ana endi Swift raqamlarni, ya'ni shu hisob raqamlarni qanaqa qilib olishda sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Uning uchun o'sha telefoningizga Hamkorbank ilovasini yuklab olishingiz kerak. Ana undan keyin o'zingizni pasport ma'lumotingizni, ya'ni tug'ilgan kuningiz, pasport seriya raqami hamda shu o'zingizni identifikatsiya qilib, shu bosqichma-bosqich olsalaring bo'ladi. Men buni video davomida ko'rsataman. Identifikatsiya keyin u joylarni ko'rsata olmayman, chunki u joylarda men o'zim o'tib bo'lganman. U ma'lumotni ham o'zim uchun olib bo'lganman, lekin sizlarga ham foydali bo'lsin deb shu videoni chiqaryapman. Qolganini telefonda davom ettiramiz. Telefonga o'tishdan oldin sizlarga buni ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni Surxondaryodan kim kuzatib turgan bo'lsa, kommentariyaga albatta yozinglar. Ammo yozsalaring, qo'lga tushganlaring shu, chunki men boraman, xudo xohlasa Surxondaryoga borganda albatta shu joyga olib borib meni mehmon qilasizlar. Hamda mol go'shtidan ko'ra men qo'y go'shtini yaxshi ko'raman. Albatta qo'y go'shti bilan mehmon qilasizlar degan umiddaman. Undan tashqari boshqa odamlar ham o'zi menga aytishgan, keling mehmon qilamiz, qo'y so'yamiz deb. Buni o'rtog'im borganda shu futbolkani olib olganida menga o'ziga alohida olgan ekan. Ya'ni Sangardak. Mana ko'rib turganlaring. Xudo xohlasa ishlarimiz o'xshab, pulimiz ko'paysa, shu joylarga aylangani boramiz. Kanalga obuna bo'ling. Endi esa telefonga o'tib videoni davom ettiramiz.
Hop, demak, ilovaga kirib oldim. Sizlar ham shunaqa ilovaga kirib olasizlar. Eslaringda qolsin, mana shu plyusga bosib, bu yerdan kartani, misol uchun, yangisini buyurtma qilish, ya'ni jismoniy yoki virtual. Siz mana shunga kirasiz. Kirganingizdan keyin bu yerda tekinga Visa karta yoki Humo kart olsangiz bo'ladi. Bizga Swift raqam olish uchun aynan Visa karta kerak bo'ladi. Mana bu yerda mana virtual Visa turibdi. Mana shunisidan olasiz. Mana virtual turibdi. Hozir men olib bo'lganman. Buni bosadigan bo'lsam, siz avval olgansiz, siz hozir ola olmaysiz degan yozuv chiqishi aniq. Mana. Hurmatli mijoz, ayni paytda mobil bankda ikkinchi kartaga buyurtma berish mumkin emas. Chunki men o'zim olib bo'lganman bu kartani. Sizlar ham xuddi shu plyusni bosib, mana shu yerdan ikkinchisiga o'sha virtual Visani tanlab turib, o'sha сообщение keladi, o'zlaringni o'sha identifikatsiya qilib bo'lganlaringdan keyin buni beradi. Bergandan keyin mana shu yerda Visa ko'rinadi. Hop, hammasini ko'rish qilamiz. Mana bu yerda mana Visa virtual 0 turibdi. Mana shu oxirgisi, mana shu bizga bergani. Ana endi mana shu holatda tepada o'zingizni ismingiz turadi. Meniki o'zi Shahboz. Shuni bosamiz Shahbozga. Bosganimizda shunaqa holat ko'rinadi. Eslaringda qolsin, bu приложение mabodo 1 oydan keyin yoki 2 oydan keyin o'zgarib ketadigan bo'lsa, bu ko'rinish albatta o'zgaradi. Ya'ni xizmatlar o'zgarmagan taqdirda ham shu telefonda ko'rinishi, menyulari o'zgarib turishi aniq. Ya'ni aytib unaqa ekan, bu yerda bunaqa ekan deb mendan xafa bo'lmanglar, mabodo o'zgarib ketsa. Mana shu yerda ikkinchi nimasida ma'lumotnoma olish turibdi. Ya'ni shuni ichiga kiramiz. Ma'lumotnoma olganimizda men o'zi olib bo'lganman, tepada turibdi. Siz pastroqga tushasiz. Sizlarda boshqacha ko'rinishi mumkin. Hamma telefonda har xil ko'rinadi. Ya'ni bu A56 telefon menda boshqacha ko'rinyapti. Ya'ni pastda Swift uchun invoice turibdi. Mana shu joyga kiramiz. Kirganimizda xorijda bajarilgan xizmatlar uchun freelance, YouTube, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa deyapti. Ya'ni bizga shu kerak. Mana bu yerda kartangiz ko'rinishi kerak. Agar kartangiz ko'rinmasa, bu yerda kartani tanlang degan yozuv chiqib bo'ladigan bo'lsa, siz orqaga qaytib turib kutasiz. Ya'ni o'sha virtual Visa kartangiz nima bo'lishi uchun, ya'ni aktivatsiya bo'lishi uchun. Shekka kirganingizda shu karta turadi. Xohlasangiz aynan mana shu kartadan, aynan mana shu ilovadan karta olmay o'zingizda haqiqiy Visa karta bo'lsa, o'zingiz kirgizib qo'yib, o'shandan foydalansangiz bo'ladi. Ana endi kartani kirgizdik, ma'lumotnomani o'zbek tilida olish, rus tili, ingliz tili bor ekan. Siz o'zbek tili, xohlasangiz ingliz tili, xohlasangiz rus tilida olishingiz mumkin. Ma'lumotnoma bepul, darhol tayyor bo'ladi. Ya'ni pastda mana ma'lumotnoma so'rash. Men ma'lumotnomani bitta so'rasam, chekka chiqarib beradi sirazi. Ya'ni mana shu holat sizlarga ko'rinadi. Ya'ni mablag' o'tkazish uchun bank rekvizitlari, AQSh dollari. Men 13-iyul kuni olgan edim. Bu yerda mana Swift kodi o'sha raqam turibdi va pastida hisob raqam, mana shu raqam turibdi. Shuni olib bo'lganlaringdan keyin bu yerdan skrinshot qilib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha mana bu ilovani o'zi o'sha begonani qo'liga tushmasin degan maqsadda skrinshot olmaydi. Siz ulashni bosib, o'sha Telegramga yoki qaysidir telefoningizni qaysidir joyiga saqlanib qilib qo'ysangiz bo'ladi, ulashni bosib. Xo'p, buni olib bo'lganimizdan keyin ana endi qolganini kompyuterda ko'rsataman. Ya'ni hisob raqamni qayerga yoziladi, Swift kodni qayerga yoziladi. Ya'ni o'sha AdSense ichida o'sha ma'lumotlarni aytib o'taman. Xudo xohlasa tushunib, bankka bormagan holda shu nimani o'zida, ilovani o'zida olsalaring bo'ladi. Ya'ni hamkor bankda, EP yo'lida yoki mana bu Haznada, Agrobank yoki boshqa banklarda men hali ko'rmadim. Balki chiqib bo'lgan bo'lsa, men o'zim topolmagan bo'lishim mumkin, lekin men ko'rmadim. Hamkor bankda o'zidan oldim, foydalandim. Shu foydalangan joyimni sizlarga video qilib olganman. Ya'ni
sizlarga foydali bo'lishi uchun. Sizlardan iltimos qilib qolaman, yana kanalga obuna bo'lib, fikrlaringni yozib, like tugmachasini bosasizlar degan umiddaman. Ana endi kompyuterga o'tamiz. Hop, kanalingizga kirganingizda o'sha $100 oshadigan bo'lsa, o'zi mana shu yerga mana bu yerga o'zi qizil nima chiqib qoladi, qo'ng'iroqchaga ham kelib qoladi, shunaqa bo'lib. Undan tashqari kanalingizdan misol uchun monetizatsiya bo'limiga o'tganingizda mana shunaqa yozuv chiqib qoladi, tabni xira qiladigan. Bunga qo'rqishni keragi yo'q. Misol uchun выключить reklamani bosadigan bo'lsangiz, avtomatik shu nima qilish kerakli joyga olib kiradi. Men oldin kirib chiqqanimligim uchun hozirga olib kirmadi, lekin mana перейти к платежам, ya'ni shu siz qaysi holatda qanday qilib pulni yechib olasiz, bank orqalimi yoki o'sha chek orqalimi degan joyga olib kiradi. Demak, biz обновить degan tugmachani bosamiz. Hammada har xil chiqishi mumkin. Bu yerga добавить способ оплаты turibdi, shunga bosamiz. Ya'ni o'sha bank ma'lumotlarida kirgizishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ikkita tepasida plus bosadigan bo'lsa, chek jo'natadi. Bizda O'zbekistonda chek ishlamaydi. Shuning uchun buni отмена qilamiz. Biz o'sha tagidagi, ya'ni настройки оплат банковский перевод deyapti. Mana shu yerga bankdan olganimizni ma'lumotni shu yerga to'ldiramiz. Ya'ni identifikator shu qabul qiluvchiniki, naзвание bank, kod Swift, ana shularni bitta to'ldiramiz. Menda tayyor turibdi. Shuni kopiya qilib turib, shu yerga tashlaymiz. Boshini. Mana. Hop, endi nomer shota deyapti. Hisob raqam uzun bo'ladi. Buni ham kopiya qilamiz. Bu yerga tashlaymiz uni ham. Identifikator получение deyapti. Buni hozir ruschasi identifikator bo'lsa, qabul qiluvchi. Qaysi biri bo'lar ekan endi? Bunisida o'zbekcha, unisida ruscha bo'lganligi uchun hozir boshqacha chiqyapti. Mayli. Naзвание bankda o'sha bankingiz nomini yozasiz. Mana bu hamkor bank bo'ladi. Kopiya qilamiz. Bu yerga nomerni qayta yozing deyapti, ya'ni o'sha shot raqamingizni tepada yozganingizni pastiga yana o'sha повтор yozasiz. Hozir buni tushunmadim, qaysi shuni o'zbekcha qilib ko'ramiz hozir. Nimaligini bilib olamiz. Lekin ne обязательно deyapti, ya'ni to'ldirishingiz shart emas degani. Bo'ldi, biz saqlanib qilamiz buni. Hop, mana bank ma'lumotlarini ham to'ldirib bo'ldik. Ana endi 22-oyda oxirini 22-chislosiga shu hisob raqamimizga Google shu AdSense o'zi o'tkazib beradi. 22, 23, 24 shu oraliklarda o'tkazib beradi. Agar bankingizda siz qanday xatolik qilib kirgizib qo'ygan bo'lsangiz, mana yerda управление оплатga, keyin изменитga kirib turib, shu yerdan to'g'rilab olsangiz bo'ladi haligi xatolaringizni. Hozir bizda to'g'ri turibdi, men bosiraman. Mana bu tepadagi qizargan tabni xira qiladigan holat keyin bu yo'q bo'lib qoladi. Demak, hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar kimda AdSense ocha olmay turgan bo'lsalaring, ya'ni shu nomer tasdiqlay olmay turgan bo'lsalaring, menga murojaat qilinglar. Telegramdan shamchiroq 89 deb yozsalaring, albatta meni o'zim javob beraman. Albatta unga xizmat olgan holda ochib beraman AdSense'ni. Mabodo shu sizlarda muammo bo'lib turgan bo'lsa. Shu bilan videoni tugatamiz. Kanalga obuna bo'linglar hamda kanalimizni qo'llab-quvvatlash tariqasida like tugmachasini bosasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.